Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men yana Farg'ona viloyati Dang'ara tumanida yashovchi fuqaro Usmonov Muzaffar Mahmudovichman. Hurmatli yurtdoshlar, mana bugungi sanamiz 2026-yilning 20-yanvar kuni. Men hozir mana Jizzax viloyatining kuni kecha bir kuyib yongan Farmon va Ozodaning oldiga kelib topib, buning holati bo'yicha o'rgandim, lekin bu Farmon va Ozodaxonga chiqarilgan blogerning xatti-harakatlaridan e'tiroz qilib, men shu narsalarni shu xalqqa sizlarga namoyon qilmoqchimanki, mabodo kommentariyada izoh yozishni bilmasalaring, meni aloqa qo'l telefonim 93lik 056 45 54. Men demoqchi bo'lgan gapim, bu ayol shu yaqinda GAI xodimlari nega bu ishni qilishdi degan YouTube orqali tarqalgan gaplariga olingan videolarini, xuddi shu videoni olgan ikkita bloger kelib, "Xo'p, sizni yoritib beraman, lekin siz bizga 6 million so'm berasiz" deb bular og'zaki ravishda bir-biri bilan kelishuv qilgan. Lekin u ayol nima qilgan, nima yaratgan bilmadim, lekin mana hozir bu Farmon va Ozodaxonning o'z so'zlaridan chiqqan gaplarni eshitsalaring, shu blogerga taalluqli gaplarni gapirib o'tadi. Lekin men hozir bu joyga kelib, mana hozir Ozoda Farmon va o'zining boshidan o'tkazgan, to'plangan materiallarni hammasini so'rash maqsadida mana hozir yangi hashamatli bino Jizzax shahrining ham jinoiy, ham fuqaroiy, ham iqtisodiy, ham ma'muriy sud binosini boshqarib turgan sud raisi, kechirasizlar, Shukurov Akram G'ayratovichning qabuliga kelgandik. Hozir bu Jizzax viloyat sud raisi qandaydir ish bilan hokimiyat binosiga ketdi deb, mana hozir yordam sudyalari chiqib shu narsani aytishdi. Mana eng qiziqarlisi, menga hozir mayli bu narsani yakuniga yetamiz. Mana bu bloger, kechirasiz sizdan, mana bu qiz, mana shu jabrlangan ayol, mana bu ularning opoqilari. Kechirasiz sizdan, bu bloger sizdan nima maqsadda sizdan 6 million pul so'ragan? Shu ishlaringizni bajarib beraman, MIBdan qarzlaringizni to'xtatib turaman, ishingiz tugaguncha, hamma ishlaringizni qilib beramiz, yoritib beramiz hamma narsani degan edi. Men unga, u ayolga keyin 4 million berdim. O'zi 6 million dedi. Men 6 million to'la olmayman deganim uchun 5 million deb nima qiluvdi. 5 milliondan men 4 millionni berganman u ayolga, kartasiga tashab berganman. Hozir 1 million uchun meni ancha xafa qilyapti. Lekin ishimda hali hech natijasini sezganim yo'q-da. Sizni GAIga olib boraman, GAI bilan uchrashtiraman deb menga shunaqa vajlar keltiryapti u ayol. Lekin menga amalda ko'rsatsin, pulimni oldi-ku, 4 million pulimni. Ham 1 millionni oylik tushsa tashab beraman degandim. O'zim kelishdim ayol bilan. Lekin natijasini sezganim yo'q. Endi kechirasiz, hozir bu qolgan pulingiz yana bir tashkilotimga bor deyapsizmi? Tushunmadim. Oyligim tushsa qilib beraman degandim, yana 1 millionni. 1 million qolgan o'sha ayolga to'lashim kerak. 4 millionni kartasiga tashab berganman. Lekin bu ayol menga kecha kelib, ishxonamga kelib, doktorimizga aytgan, glavvrachingizga boraman, sog'liqni saqlashga boraman degan. Lekin sog'liqni saqlash, glavvrach, doktor bu yerda aralashmagan-ku meni ishlarimga. Men o'zim murojaat qilganman. Nega menga shunaqa taqiqlar o'tkazib, menga zulm o'tkazib ketyapti bu ayol? O'sha 1 million uchun men qilib beraman, men bu ayolga beraman deganman, lekin natijasini sezganim yo'q hech ishlarini. Rahmat. Hurmatli yurtdoshlar, mana bunga o'zlaringiz munosabatlaringizni berasizlar. Mana bu bloger mana shundaqa holat qilgandan keyin bu O'zbekiston Respublikamizda bo'lib turgan blogerlarga nisbatan ko'rdilaringizmi, qanday munosabat odamlar tushunchaga ega bo'ladi? İşte bajarmasdan bundan 6 million so'm shu 7 daqiqalik narsaga pul talab qilsa. Qani hurmatli yurtdoshlar, qani bu men hozir bu
Farmon va Ozodaxonning qilgan xatti-harakatlari bo'yicha men endi hozir Jizzax viloyatining Arnasoy tumanidagi sudga borib, bu apaga to'plangan ish hujjatlari, ya'ni 131 materiali bo'yicha to'plangan materiallarning hammasini hozir bu apamiz suddan talab qilyapti. So'ng baq e'tibor bilan, nazorat bilan qarab chiqaman deyapti. Qani hurmatli yurtdoshlar, yana bir ozdan so'ng yana shu holat bo'yicha bir Arnasoy tumanidagi bo'layotib turgan sudning xatti-harakatlari bo'yicha men munosabatni sizlarga yetkazib boraman. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.